Omonlik gilamlarda chegirmalar qalay ketyapti? Assalomu alaykum aka. Chegirmalar qalay ketyapti? Yaxshimisizlar? Chegirmalar zo'r ketyapti. Chegirmamizning bugun 2-kuni. Mijozlarga mana bolalar 2 xil tomoncha materialda gilamlarni tayyorlab berishyapti. Endi 1,5 metrligida ular joyi 1.30 ekan, yonib kesib boshlashdi. Oldingi narxi 110 ming sotilgan. Hozir chegirmada 92 ming so'mdan qilib berishdi 1 metr. Bundan tashqari yana boshqa xonalarga ham olishga hozir tayyorlashyapti bolalar. Bu ipak ko'rsating, ochib. Ya 2 xil tovlanadigan gilam shekilli. Mana. Ipak 2 xil tovlanadigan gilam. Eniga 3,5 metrlik, oldingi narxi 350 ming, 370 ming so'mga sotilgan. Hozir chegirmada buni 1 metrini 312 ming so'mdan qilib berdi. Keyin bu tomonda mana Eron nomli gilamlarimiz. Oldin 3 metrligi 400 ming sotilgan, hozir 335 mingdan qilib qo'yamiz 1 metrini. Misol uchun mana bu tomonda ro'zg'orbob gilam so'raganlar uchun ham mana ro'zg'orbob gilamlar ham bor. Oldingi narxi 160 ming sotilgan, hozir 145 ming so'mdan qilib beryapmiz. Endi 3,5 metrligini. Hozir ham bittasini xonadoni 25 metr bolalar maqsad berishadi. Xuddi shuni o'zidan, mana movisidan hozir maqsadgan olib ketishadi. Keyin bundan tashqari mana yagona nomli gilamlarimiz bor. Endi oralatib tanishtiryapman-da, bu yerda vibr ko'pligi uchun. Endi 3,5 metrli yagona, oldingi narxi 320 ming sotilgan, hozir 275 ming so'mdan qilib beryapmiz. Arqasidagi Gold endi 3,5 metrli, oldin 290 ming sotilgan, hozir 230 ming so'm qilib beryapmiz. Bu yerda mana tayyor gatoviy gilamlar ham bor. 1 kvadrat narxini 111 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu arqangizdagi chap tomoningizdagi ipak 1 kvadratini 90 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ramazonimizni chegirmasini muddatini yana bir qator eslatib o'taman sizlarga. 20-fevraldan 10-martgacha ulgurib qolinglar. Bugun Ramazonimizning 2-kuni tugayapti. 18 kun qoldi. Ulgurib qolinglar va foydalanib qoling. Tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani, mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan Omali gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar.